الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetlik qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ning 85-oyatiga keldik. Ilgirki oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamni boshqalarni da'vat qilish va mas'uliyatni da'vat qilib bo'lgandan keyin o'zi mustaqil ustiga elishni bir kishilik mo'min bo'lish bilan har qanday odam diniy mas'uliyatlarda boshqalarga boqilib qolmasdan o'zi mustaqil yo'l tutish, boshqalarning qilish qilmaslikqa uningga ta'sir ko'rsatmasligi haqida ta'limotlarni, ma'lumotlarni o'qigandik. Undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallamni mu'minlarni jihad qilishga qiziqtirish, chaqirish haqida payg'ambar alayhisolamni bo'lganda. Endi bugungi darsning 5-da biz shu darsga munosabatlik mana bir tarafni qarindoshlarga deyishni to'g'ri topdik. Alloh subhanahu va taolo insonni hayotga yaratgan vaqtda insonlarga iqtidorni, talantni chechib yaratgan. Ya'ni hayotda hech kim ma'lum bir iqtidor yoki ma'lum bir qobiliyatlarningki hammani o'zlashtirgan, bütün işlarda hiç kimi tayanmaydigan mundaq holat yaratilgan ahvol yo'q hayotda. Mutlaka inson ma'lum bir jihatda har qancha talantli bo'lib kelsin, yana bir tarafda boshqalarga muhtoj holda qana qilgan, yaratilgan. Masalan, deyli bir odam injenerlik sohasida eng usti yuqori saviyaga chiqsin deyli, o adam kiyim kiyish uchun shu odamning kiyimini tikadigan odamga muhtoj. Oddiy misol. Va boshqa misollarni aytaylik bo'lsak, masalan, oydin, ya'ni masalan, aniq. Hayotda hech kim bu hayotga ketarlik ishlarning hammasini o'zi bitirib qilalig'idek iqtidorini mustaqil o'zida qana qilmaydi. Yani mücessemleyemeydi. Kur'an-ı Kerim'de Sura Zuhrab'ın 32. ayetinde وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ İnsanlarını bazı derecelerde iktidar, kabiliyet hem tarafını özüsü oldu. Bazı artık yukarı kıldık. Demişka bazı hizmet kılış. Yani bir de Allah subhanahu ve taala ane manın artıq qilish, mana uningdan artıq qilish. Yani her adamning boshqalarga muhtoj bo'ladigan bir tarafi bo'lishidan, mushta holat yaratishidan insonlar o'zaro bir-biriga nisbatan xizmat qiladigan. Inoq ittifoq etadigan. Texmi inchikilashtirsak, o'zining talantiga tamoman ishinib, boshqalardan butunlay o'zini behaja sanab, inson tağutlaşmaydigan, haddidan oshmaydigan bir xil sistem, bir xil qonuniyatni Alloh subhanahu va taolo hayotga o'rnatgan. Mushu nuqtadan bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo yaxshilikqa vasila bo'lish. Chunki bayatni deb o'tdik ya, hech kim har qanday ishni o'zi qila olgudek talantga ega emas, iqtidorga ega emas, mutlaqo boshqalarga ehtiyoj tushadi. Mushu nuqtadan kim boshqalarning biror ish qiladigan ishiga nisbatan, yaxshi ishiga nisbatan vasila bo'lsa, buningga katta ajr beriladiganligi haqida Alloh subhanahu va taolo bu oyatda shunday davatida astaiz billah may yashfa' shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha.
وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Ayet mundaq bir ibaret işletken qarindoshlar, avval tarjima qilishdan ilgari shafaat iborati. Men avval shu iboratni asos qilib turib bir tarjima qilib beray. Kim go'zal shafaatdan, yaxshi shafaatdan birini qilsa, uningga shu shafaatning bir nasibi bo'ladi. Kim nachar, yomon shafaat qilsa, uningdan uning ulushi bo'ladi. Allah her narsani saqlovchi, her narsaga uzuqliq bilan uni qanday qiluvchi, ta'minlovchi, har narsaga qodir degandek ma'noni hammasi keladi. Buni sal turib so'zlayman. Endi avval oyatning tarjimasini qilib bo'lgandan keyin oyatning mazmuniga kirishdan avval Mush shafaat so'zi haqida biroz men sizlarga tushuntirib berishni to'g'ri topdim. Chunki bu yerda kimki yaxshi shafaat qilsa, kimki yomon shafaat qilsa tarjima qildim, tarjima kitoblarda shuni tarjima qilinglar. Normal tafsirlarda shu bo'yicha iqtidorli gapni. Ammo bu bir xil bizga nisbatan biroz yirik. Shafaat qilish bir xillik bizga tam tushunilmaydigan ma'no. Andagan ekan men masalani texnik tushuntirish uchun shafaat degan so'zning arabchadagi asli ma'nosi nima? Buni sizlarga so'zlab beray. Shafaat asl lug'at ma'noda bir narsaga yana bir narsani qanday qilish, qo'shish shafaat bo'ladi. Masalan, mening bir yerim bor. Qo'shnamning yerini setib olib, men o'zimning yeriga qo'shsam, buning asli arabchadagi ma'nosi shafaat. Bir dokunim bor, qo'shnamning dukunini setib olib, buni qo'shsam, bu bir shafaat arab tilida. Birisi bir ishni hal qilolmay qopti. Men uning hal qilishiga vasita olsam, bu biraz bizga nisbatan tushunishlik ma'nosi ma'o. Buning o'zimi shafaat. Ya'ni birisi ma'lum bir yerda ish bajarolmay qopti. Mening u yerda tonish bo'lishim bor yoki mening qo'limdan keladi hamda shu ishni yordam qilish. Onunla ha-hu deb oturda bir vasıta oldum. Bunun özü şafaat. Bunun özü nemo şafaat. Yani muşu manaladın qarğan vaqtimizda bir narsani bir narsaga qo'shish, bir narsani bir narsaga juplash, ma'lum bir narsaning ma'lum bir nuqtaga berish uchun oturdi vasıta olush nuqtasidan qarğan vaqtida hamkorlashib ish qilish, boshqalarning qiyinchiligini hal qilish, boshqalarga ehtiyojli taraflarida yordam berish qatorliq ma'no oyatning qanday qilib turadi, purab turadi, chiqib turadi. Oyatdagi shafaat qilish degani dal boshqalarning qilinmayotgan, ehtiyojli bo'lib qolgan ishlarda ha-hu deb yordam berib qilish tegishli ishlarni qilish berish, buning o'zi nima shafaat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam boshqalarga yordam berish, boshqalarning ehtiyojini chiqish, qiyinchiligini hal qilish haqida mana bir hadisni deglik Payg'ambar alayhisolatu vasallam Men masha fi hajati akhihi, kimki qarindishining, qarindish deb atrofidagi kishilarni demakchi, ehtiyojini, hojatini ado qilish uchun mangsa, bu uning 10 yil itikob qilgandan yaxshi deydi. Kim Allohning rizoligi uchun bir kun itikob qilsa, Allah o kishilarni do'zaxning o'tirisida, ya'ni 3 xandakdan ortiq bir masofa qilib. Hadisning mazmuni shu qarindoshlar. Ya'ni hadis bizga shuni ifodalaydi-ki, bir kun itikob qilsa, Allah o kishilarni do'zaxning o'tirisini 3 xandak masofa qo'ydi dedi-ya. Endi bir odamning ehtiyojini qamdash, hojatini ravo qilish uchun mangan odam 10 yillik itikobdan yaxshi. Bizga nisbatan boshqalarning ehtiyojini, hojatini qamdashning qanchalik darajada ekanligini ifodalashda hadisning ifodasi yetarlik deb o'ylayman qarindoshlar, yetarlik. Nima uchun bu qadar darajasi yuqori pazlarlik ishlasa? Chunki biz darsning 5-lam deb o'tdik. Allah menga shunday bir ixtiyorni berdiki, yana birisiga bermadi. Ağı bergan iqtidorni beygi bermadi. Beygi berganni sevgi bermadi. Mening hamroyim, yana do'stim, qo'shnam yoki har qanday bir kishi bir
ishqa ehtiyoji oldi, qilanmadi, men qila olmayman degan gap, Alloh menga shu ishni qilishga loyiq bir ne'mat berdi degan gap. Bu dunyodagi ne'matning mutlaqo bir mas'uliyati bor. Biz har doim ma shakldagi tafsirni qo'llayman. Ya'ni Allah bergan rizqdan chiqim qilish ifodasi bor Qur'onda. Buni ko'pincha vaqtda xuddi pul qilam deb o'ylab qolamiz. Yo'q. Asli insondagi butun imkoniyatdan sarf qilish yaxshilik yo'llarida. Yaxshi yo'llarga ishlatish shu buyruqning tahti kiradigan ish asli. Ya'ni boshqalarning ehtiyojidan chiqishmi? Alloh uningga ado qilgan ne'matning haqqini ado qilish. Buning real turmushimizdagi ta'sirlaridan birisi biz yordam qilgan shu kishi, ehtiyojini qamdigan sşu kishi, hojini ravo qilgan shu kishi bizdagi ne'matga bo'lgan hasad, o'chmanlik qatorliq ta'sirlardan qutuladi. Ve shunda bir o'qim paydo bo'ludiki, mening qirimdishimda bo'lsa bo'ladi ekan. Mayli bu iqtisod va boshqa hamma sohaga. Menga bu ahvol. Men bir ishni qila olayman, yana birisi qila olmaydi. O mening shu ishni qila oladiganligimdan xushal bo'ladi. Chunki buningda bo'lsa bizga asqatdi. Va asqatdi zaten hozir mana. Va bundan keyinmi har qanday ehtiyojimiz bo'lsa, qilimiz, barimiz qilib turadi. Degan bir şekilde mendeki nimetke köz kızartmaydı kardeşler. Ayet 85. ayet bugünkü ayetimiz del müşahhak sözler vardı. Nimde vardı? Meyeşbah şefaaten haseneten. Yani bayatını çöndürdüm ya ben. Başkalarına şefaatçi olsa digendin, başkalarının ihtiyacını kandırsa. Başkalarının hacetini rava kılsa, kılanmay kalan işlerini Bəsə, mana bunun özünə, bunun nisbətən acayip katlı əcirlik iş ki, yekun lahu nasibun minha. Bunun dinlemi oludu, bir nasibə, bir ülüşünü alıdı. İlgirki ayətdə Peyğəmbər əleyhissalamın müminlərini cihadqa qızıqdırış haqqında Allah buyurdu ya, şuna münasibətlik nəsə. Yəni biz bəzi işlərini özümüz bivasita qılımız. Özümüz bivasita qılğandan başqalarının qilishigimi hamdan bulumuz savab bulumuz. Yaxshi ishlarni va bu sabab bo'lgan bu yaxshi ishlarninki bir ulushi, ajri bizning ustimizga qana qiladi, yuklanadi yani. Biz unga erishamiz. Ammo aksi tarafda yomon ishlarga qarta sabab bo'lib qolsak, boshqalarning yomon ishlariga yordam bersak, boshqalarni yomon ishlarga qiziq tutsak, buningmi o'zimiz güçlük bir ülüşünü alımız qarindoshlar. Endi men Uyg'ur tilida mushunchalik ifodalaydigancha shunda ifodalayotim sizlarga. Mayadagi ulush, nasiba deb ikki so'z bor. Yaxshilikqa yordam bersa, yaxshilikqa vosita bo'lsa, yaxshilik qilish bersa, yaxshilik qilsa, buningga yaxshilik qiluvchiga beradigan mukofotning ismini bu oyatda nasib deb atadiki, bunun Uyg'urchadagi ifodalashi nasiba. Endi yomonlikqa sabab bo'lib, yomonlik vosita bo'lgan vaqtda erishadigan jazoning ismini kifl deb atadi, buni ulush deb tarjima qildim. Endi Uyg'urchada shunchalik farqlantirdim. Uyg'urchada arabchadagi ifodalamoqchi bo'lgan maqsad ifodalandimi yo'qmi? Buni amin bo'lish uchun men sizlarga biroz izohlab beray. Arabchadagi nasib, ya'ni nasiba degan so'z normalda bir adam erişken köp hisse, mesela ma'lum bir so'da yoki ma'lum bir narsadan erişken favqulodda köp yaxshilikni ifodalaydi, nasiba. Mening nasibam Uyg'urchada shunday ifodalaymiz. Endi ulush ifodasi normal bir adam o'zining ishiga nisbatan loyiq ravishda bir narsaga erishsa, bunun bo'ladi ulush bo'ladi. Masalan, bir misol bilan ifodalay. Men bir savdoga yoki ma'lum bir ishga shirik bo'ldim, qilish berdim. Men o'ylagandan ko'p foyda keldi menga. Ya'ni men asli loyiqatlik bir doirasi bor, uningki haqliq bir doirasi bor. Buningdan eshib menga nima keldi? Bir ulush keldi. Buning ismi nasib. Ammo men bir ishni qildim. 10 yıllık işimga 10 yıllık mukofot geldi. Bunun ismi kifl, yani ulush.
Allah ma ayetde yaxşılıqqa vasıta olğan, yaxşılıqqa vesile olğanlarının erişidigini bunda köp erişidigan mukafat şekilde ifadaledi. Yamanlıqqa vasıta olğan, yamanlıqqa sebep bolğanlarning erişidigini özünden kılgan işiga güçlük erişidigan ülüş bir şekilde ifadaledi. Bu İslam'nınki yaxşılık, yamanlıqqa jaza mukafat beriş prinsipi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның hadislerinden ba, başka ayetlerden ba İslam'da men ja'a bil hasenati kim yaxşı işten birini kılsa felehu eşru emsaliha. Şu işinin 10 hassıgacha ecir beriladi. Ama yamanlık dairəsində cəzalanıdı, onundan qanaqıb ketməydi, halqıb ketməydi qarindaşlar. Yəni ilgirki ayətdə Peyğəmbər əleyhissalam Allah subhanahu va taala müminlərni cihadqa qiziqdir, urushqa chaqadi deyə Rasulullah mushu vasitə bilan chaqirib, mushu vasitə bilan jangga chiqib, urushib, o'rtaga chiqqan, maydonga kelgan bütün yoshliqlarga vasitə olğanlığı üçün lan nima kirishidi, savob kirishidi, ajriga erishidi qarindaşlar. Ama yeni bir tarafta yamanlık noktası da bir adam özünden kılgan yamanlıqqa güçlük bir jaza erişidi, ondan başqasına qanaqmaydı, erişmeydi. Degenimizdek, ine gapni şu ayetning üzde ketyapmiz üstüde. Kimki bir yaxşılıqqa şafaatçi tercüme kılgandık ve bunun qandaq olup şafaat ma'nosi qilgan dedik. Başqalarga vasita oluş, başqalar kuchi yetmayotgan ishqa Allah sana ata qilgan, uningga ata qilmagan bir ortiq bir ne'mat qishingdagi bir talant, iqtidorga tayinib turib başqalarga yordam berishni biz şafaat ma'nosida oldik. Amaliyotda mujnunga qistirib turib desek, jamiyatdagi har adam üzdeki talantını cari kıldıysa, başkaları yok demezsin, tekebburlaşmasın, pəxirge. Çünkü bunun da bu cəhəti talant olğan bilən, yeni bir cəhəti başkaları da talant var. Başkaları birilgen başka taraftaki talant bunun da yok. O cəhətdə bunun da ihtiyaclı. Bunun düşüngen bir şekilde, samimi bir şekilde, kemterliklə her adam üzdeki nimetini başkaları olan qanaqlığa vaxtda, paylaşqa vaxtda. Bu tələb faqat bir adam bilan qo'yilgan talab emas. Menga mı qo'yiladi? Yani meni paylash da'vatıdı. Men o'zimdagi talant, iqtidorlarni yo'qlar bilan paylashaman. Boshqalarning o'zligini men bilan paylaşadi. Demak, hamma odamga qo'yilgan talab bo'lg'achqa, hamma odam o'rtaga o'zidagi iqtidorini tashlasa, bu o'rta bir xil go'zallik keltiradi. Hamma odam qarshi tarafdagi ne'matining yo'qolmasligini tilaydi. Chunki foydalanyapti uningdan. Menden paydalanayotgan adam mening asla ve asla o tarafda chekinib ketmasligimni umid qiladi. Masalan, men bir iqtisodlik odam, tijoratchi, boshqalarga har doim yordam qilyapman. Hatto men beqiyotman desam bo'ldi bir necha oilani, misolan. Ashu men beqiyotgan yoki men yordam qilayotgan shu kishilar mening tijoratimning to'xtab qilib, o'zga kelayotgan ne'matninki rizqning to'xtab qolishini umid qilamdi, qilmamdi. Asla qilmaydi. Yani Allah subhanahu va taolo bu şekilde ma jamiyatninki her adam o'zidan ortiq bir talantli odamligi hasad qiladigan, ish suiqasd qiladigan, uningga bira ziyon kelsa, uningga qo'shiladigan manda bir jamiyatni iroda qilmaydi, istamaydi Allah her adam qarshi tarafdagi talantdan suyunadigan, qarshi tarafdagi ne'matdan suyunadigan, o ne'matning ziyoda bo'lishini tilaydiganki kamlab ketishni emas. Chunki o'zi shundan foydalanayotgan bo'lg'achqa manda bir jamiyat bo'lishni Alloh subhanahu va taolo bizdan qana qiladi, talab qiladi. Mana jamiyatni Qur'onda da'vatidi. Oyatning oxiri hamda qarindoshlar, va kanallohu ala kulli shay'in muqit. Alloh subhanahu va taolo her narsaga muqitdir degan şekilde ahırlaştırıldı. Muqit degan sözünü men bayatın tercüme qilgan vaqtda bir necha so'zlarni tercüme qildim. Chunki ulamalar muqit degan so'z haqida ba'zilar Alloh subhanahu va taolo her şeyga hozirdir, shahid kurab tug'uchidir desa, ba'zilar her şeyning hisobotini oladi degan shaklda tafsir qilganlar va ba'zilar
hamma narsaning quvvatini, kuch-quvvatini, talant, aşı iqtidor, ne'matlarni berguchi deb tafsir qilganlar va ba'zilar Alloh saqlovchi deb tafsir qilganlar va ba'zilar Alloh kuzatuvchi deb tafsir qilganlar va mayli yuqorqi ma'nolarninki hammasini akasak mishaga qanday qiladi tushidi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo har ishni ko'rib turuvchi. Ki kimga nim bergan, kimga nim bermaganligini Alloh o'zi obdan biladi. Allah her ishni hisobot olg'uchi ki her adamga bergan ne'matga qarta o odamdan hisobot oladi. Masalan, manlarga qarta davotiman. Allah her ishga quvvat berguchi muqittin manda tafsir qilganlarmi bor. Ya'ni menga bergan ne'matni Allah bergan. Uningga bergan talantni Allah bergan. Aningdagi iqtidorini Allah bergan. Unda bo'lgandan keyin Allah bika-bikaga her adamga her xil talant vermeydi. Bir yerga kelsin, ortak bir güzel, yani birleşken, cemaatleşken bir halat şekillensin. Üçün bir odu degandek ma'na. Allah saqlovchi. Ne? Bizga bergan ne'matni kim saqlaydi? Allah saqlaydi. Allah kuzatuvchi, kimning o'ziga berilgan ne'matlarni haqqini ado qildi, ado qilmadi, buning hammani kuzatib, shunga yarasha bir jazo. Qarasak, ulamalar her tarafdan qarab, her noktadan qarab meselenin xarakterining ki bir tarafı bilan izohlayotdi. Demak, ulamaning bu yerda muqid degan so'zni mayli shahid so'zi bilan yoki hasib so'zi bilan yoki muqid, masalan mani'ul qut, mani'ul qut yoki hafiz yoki raqib degan manbayatni degan bir necha xil ma'noning qaysi bilan izohlasin, aşı biz bayatını ifadelemek olgan Allah her adamın bergan talantninki başqalar bilan ortaqlaşılış, paylaşılışni irade qilganligini, muшу bizni talab qilganligini qana qildigan ifadelaydigan bir ma'no. Qanaqdir ulamalarninki har xil ma'noda tafsir qilishlari andan nima emas, birisi-birisiga zid masala emas qarindoshlar, zid masala emas. Ya'ni har ulama o'zi qaragan tarafdan bir ma'noni qanaqalıq tushunishlik. Bu xato taraf emas. Xuddi Allah subhanahu va taoloning hayotdagi qonuniyati shuki, Allah subhanahu va taolo oyatni tushadi, ulamalar har tarafdan har xil, ammo hammasi bir nuqtaga markazlashgan har xil tushundik ya. Masalan deyli, Allah subhanahu va taolo masalan shu ziroatlar deyli, yerdagi yer qatlamidagi suv ziraatlik münasebetlik mesela madda qatarlıq meselelerinin hemen ortak taşlap qoyaqlıq. Ziraatlar hemmisi özüge tushliq bir tarafını alıdı o oxşaş maddeden. Tuproqda bor su şu, tuproqda maddalar şu. Amma bu yerga tikilgan ziraatlar o'zi xarakteri qanday bo'lsa, nimani taqozo qilsa shu tarafini alıdı. Əməliyyat ağan madda oxşaş. Məsələn, laz desək, özünün açıqlığı maskiradigan bir maddalarni yerdən alıdı. Məsələn, şeker qo'mish desək, tatlılığı mas maddalarni yerdən alıdı. Həmmisi ortaq yerdə qoyulgan oxşaş maddalar. Su və tuproqdagi Allah belgilgan maddalar. Muşunga oxşagan ulamalar, muşu və kanallahu ala kulli şeyin muqit degan muqit so'zdan yuqorida biz so'zlagan umumiy ma'noga maskiladigan tarafning hammasini qana qilgan olgan hammasi to'g'ri ma'no qarindoshlar. Endi undan keyin keldik 86-oyatga. Oyatda Allah subhanahu va taolo da'vatidi. Biz bayatning ilgirki oyatimizda bir o'rtaq bir jamiyat, boshqalarga foyda yetkazish, boshqalarga manfaat yetkazish bir nuqtada keldik ya. Ma oyatning shunga munosabatlik tarafi bor. Davatudu Allah subhanahu wa ta'ala ve idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli şeyin hasiba. Yani ayetinin biraz içiga kirimiz, belkim tercüme Qur'onlar qarasanglar, tercüme qilingandan boshqaroq kirishimiz mumkin. Avval men sizlarga normal biz tercüme Qur'onlarda o'qiyotgan ulamalarimiz tushuntirayotgan bir shaklda tercüme qilay. Sizlar bir salom bilan salom qilinsanglar, o salamdan mı güzelrak salam kılınlar, ya ki şu salamdan üzünü kaytırınlar. Allah her nersiden hesap ağırcı. Ma'u biz hazır kadar tercüme Kur'anlarda körüvatkan tercüme ve ulamaların ağızdan kanaqvatkan, anlavatkan çöndürülüş. Yani normalde bir kişiye salam kılsa,
Salam insonlar jamiyatidagi ittifoqlikni ching'itadigan, kishilar bek diqqat qilib ketmaydigan eng asosiy nuqta. Yani insonlar salom bilan yashaydi. Agar bir jamiyatda salom yo'qolib ketsin, insonlar o'rtasidagi ittifoqlik, illiqlikdan asar qolmaydi. Shunga islomda salomning har xil shakllari bor. Hatto jahiliyat davrlaridami kishilar birisi-birisiga hayyakumulloh, Alloh sana güzel hayat bersin degan bir şekilde sizni tinch aman qilsin degan bir şekilde salom qildi. İslamdagi assalomu alaykumning ma'nosi aman bo'ling. Bizning Uyg'urchada ba'zi adalanib qilayotgan yaxshimisiz degan to'g'ri kelmaydi baka. Aman bo'ling, salomat bo'ling degan bir şekildagi ma'nolar singdirilgan bo'ldi bu salomga. Qur'onning masalan boshqa oyatlari sura Ahzobdami va tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun. Ularning salami salam, yani amanlık, tinchlik ma'nosini o'z ichiga olgan. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Yani Qur'on salam ma'nosida, salam babida, salam temasida bizga alohida bir ta'kidlik bir şekilde yo'l ko'rsatuvchilik, ta'limot bergilik. Endi bugungi oyatga qaytadan kelaylik, takror kelaylik qarindoshlar. Oyat va iza huyyitum ifodasi qo'llanildi oyatda. Arabcha o'qimaydiganlaringlar balkim men tushuntirishga tirishmayman, ammo biroz qiyinlashim mumkin, lekin oddiylashtirayi har holda. Huyyitumdagi bu so'zning asli arab tilidagi yildiz ma'nosiga qarasak, hayotlik ma'nosi bor. Salom dal boshqalarga hayotlik beg'ishlashni umid qilish yoki tilash ma'nosidagi bir gap. Ya'ni huyyitum hayot birlish. Mana ma'nosi bor. Endi mushu nuqtadan qaytadan bir qarab baqaylik qarindoshlar. Biz qaytadan bir qarab baqishimiz kerak. Hayotlik. Chunki biz hayotlikning bir turi. Biz hayot hozir men so'zlayotgan hayot, sizlar anglayapsizlar. Hayot biz yashayotgan bu atrofni biz deymiz, hayot deymiz. Bizning yashaydigan ömrimizni bu hayotlik deymiz. Hayotlik deymiz. Amaliyotda hayotlikqa qaraganimizda nurg'un narsa bizga hayotlik emasdek ko'rinadi, jonsizdek ko'rinadi. Cho'nglik hajmi biz bilan o'xshash yoki bizning cho'ng narsalarning hayotligi yoki ko'zimiz farq etgudek narsalarning hayotligini farq etolgan bilan amaliyotda cho'ng kichik hatto biz farq etolmaydigan asha har narsaning o'zgarishlik bir hayoti bo'ladi. Eng kichik biz ko'maydigan ko'zimiz qarasak, shu jonsizdek ko'ringan narsalarning o'ziga xos bir hayoti bo'ladi. Buning bir misal. Masalan, aeroplanga chiqib, igizga ko'tarilgan vaqtda bag'an siri ko'chada ketib qolgan kishilar asta kichiklab mangadi. Hatto yiroqlashgan siri ko'chadagi mengayotgan harakatlarmi to'xtab ketadi. Texnik yiroqlashsak, bu yer yuzida sizilgan siziq qor simadek bir narsalar ko'rinadi, harakat degan narsa ko'rinmaydi. Uningdan yiroqlasak, tüp-tüz. Yedeklan. Hech nima yo'qdi. Nimishqa harakat sizichlashgan siri, kichiklashgan siri sirtqi ko'rinmagudek bir holat bo'ladi. Bu bizning oramizdagi biz biladigan misol. Endi bizning ko'z oldimizdagi biz harakati yo'q deb qaragan narsalarmi, hatto bir kichikchilik ko'ringan narsalarmi agar mohiyatiga singib kirgan vaqtda ularning o'ziga xos bir hayot bo'lishi mumkin. O'ziga xos bir harakat bo'lishi mumkin. Hayot degan bu qarindoshlar. Bu yerda umumiy o'z ichiga oladigan doirasining hammasini ko'z tutib davom. Ya'ni zimindagi, yer yuzidagi har shayning hayoti va o'ziga xos. Hatto biz yillab jonsiz deb ko'rgan narsalarning o'ziga xos hayoti va o'ziga xos deganim xarakter prinsip jihatda bizning hayotimizga o'xshamaydigan bir hayot bo'lishi mumkin. Agar hayoti bo'lmasa, atrofimizdagi hech narsa o'zgarmaydi. Masalan, deyli, uyga yer bosgan chaqchuqlar, mermer toshlar, tomlar, ne qarasak bu yil qirang kelar yili yo'q. Rengi o'zgaraydi, upuraydi. Mush nuqtadan zamindagi har narsaning hayoti bor. Nimishqa Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo qiyomatni tasvirlab, kullu shay'in halikun illa wajha. Allohdan boshqa har narsa o'lib tugaydi deydi. Ma'yatdagi o'lib tugaydi degan ifodaga qaragan vaqtda o'lib tugaydigan narsaning shu o'lib tugashdan ilgirki bir hayoti bor degan gap.
Ziminde her narsaning, takrorlay bu gapni qayta takrorlay, her narsaning biz tushunsak-to, tushunmasak-to o'ziga xos bir nimasi bor, hayoti bor qarindoshlar. Masalan, ayolda ishlatayotgan mayli sulyov, o'rindiqlar, boshqa uskunlar, yog'och tumi, hamma narsa bu yilqi rang kelar yili yo'q, ishlatgan siri uprab o'zgaraydi. Mayli rang jihatda olsun yoki boshqa buning o'zgarganligi nima desa, bundan bir xil harakat bor. Hayot bor, o'ziga xos bir hayot bor. Mushu o'zgaraydigan gap yani. Ya'ni biz bu nuqtalarni o'ylagan o'tganimizda Alloh subhanahu va taolaninki fatabarakallohu ahsanul xoliqin, Alloh eng go'zal yaratquchi degan oyatning ma'nosini tushunishimiz mumkin. Hatto mushu kitob oldimdagi mushu kitobning qog'ozlarini mikroskop oldiga qo'ygan vaqtimizda nurg'un kichik teshikchilardan tarkib topgan bir modda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Biz o'zimizning badan, qo'l terlariga qaragan vaqtda qarmoqqa xuddi raqtdeklan butun bir ko'rinadi. Amaliyotda buningmi mikroskop orqali agar yo'g'initib qarash mumkin bo'lsa, qarasak, buningda nurg'un teshikchilar, nurg'un ig'izlar, harakatlar buning ichida bağlıqını biz ko'rishimiz mumkin. Demek, bu yerda men shuni xulosalamoqchi qarindoshlar. Hayotda har narsaning o'zguchliq bir hayoti bor. Agar buning haqida izlansak, inchkilik bilan buni tadqiq qilsak, balkim qanoqlanishimiz mumkin, ko'rishak. Ammo bu dunyoda, bu hayotdagi eng izil hayot birilgan narsa inson. Canlıqlar, mavjudotlar ishidagi eng yüksek derecede makam verilgen, hayatı başkalarının farklı bir şekilde izil hayat verilgen mahluk insan. Bütün mevcudatınınki, bütün mahlukatlarınınki hayat duruşu ve her kiti şunun için hizmet kıldığın mahluk insan. Ama bu insan şunda bir hayat içindeki ki özüge nispetten kaçan gıcı bu hayatın devamlışı mecbul, Allah'a nispeten neymi o? Ma'lum. Yani insan özünün qanchalik derecede yaşaydıqanlıqını, qaçangıcı yaşayalaydıqanlıqını, bu hayat qaçangıcı davamlıqını özü okumaydı. O kadar isil, o kadar uluq yaratılgan bu məxluq özünün hayatının fani ekanligiga xalısun xalımızın qana qılıdı, işinidir. Hemmeden özünün uluduğanlıqını qana qılıdı, işinidir. Endi muşu insan yaşayotgan muşu hayatının bu kadar qısqaligini o'ylagan vaqtida ve Allah tarafından bizga berilgan ma'lumotda bizni oldimizda tugamaydigan bir hayotning kutib oladiganligimizni o'ylagan vaqtimizda bu hayat deb atalishga loyiqmi loyiq emas bir masala. Qur'oni Karimda va innad daral ahirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ahiret agar onu bilse haqiqiy hayat. Bu hayatta, hazır biz yaşayotgan hayatta bir gün tishimiz ağırgan, bir gün aşqazan ağırgan, bir gün börek ağırgan, bir gün o, bir gün bu. O musibet, bu dert elem, bu qiyinlanish. Bu ifadelerinin hemisi bu dünyada var. Bu kadar musibetlerini öz içine algan bu hayat ahirette bizge tasvirlengen hayatına nispeten qanchalik hayat. Şunun aşkı biz Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayetliğe qaragan vaqtimizda bizni davamlıq hayatqa chaqirganligini ko'ramiz. Qanday hayatqa? Мәңгілік hayatqa. Çünkü hayat bizning eng muhim narsamiz. Hayat tugudi. Biz bu hayatning tugaydiganligini bilamiz. Tugumagan taqdirda bu ma'lum mazgil o kadar musibet, xafliq, jafo mushaqqat to'lgan hayat bizga nisbatan qanchalik huzur bersin. Istajibu lillahi va lirrasul İza da'akum lima yuhyikum ki sizlarni yaşatadigan eng güzel hayat. Ben bu gaplarni nima uchun deyman qarindoshlar? Chunki oyatda biz bu oyatning salom ma'nosini tarjima qilgan oyatdagi iza huyyitum degan so'z bilan hayat so'zining yildizi bir. Bu yerda hayat ma'nosi va degan bir narsani men o'rtaga qanday qilmoqchi, ep chiqmoqchi. Alloh subhanahu va taolo fa iza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Men inson yaratib uningga hayot verdim deydi. Bu bir hayat. Bu hayatni mu'minga va kofirga birlik, ammo
Zamanı hayat, çeklik hayat. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Bizning işimizden hayatlık bağışlaydigan bir vehini, ruhni biz sana vahiy qılıp deydi. Bu en büyük, en güzel hayat ki çeki yok hayat, tügep kalmaydigan hayat, özgermeydigan hayat. Ma hayatta üzlüksüz özgürawatıdı. Bultuqa halim bir jil yok. Bultuqa sağlamlık bu jil yok. Bultuqa hayat huzuru bu jil yok. Kiler jili bunundan mı beter bir halet götüşünü tunumuz kandak atkan, bunumuz prava atkan. Ma şekildeki hayat. Ama bizge vədə qılınan hayat güzel, məngülük, onda bayatın tılğa ağan. Özgürçallık yok, musibet yok, hapılık yok, qiliniş yok. Emdi. Esselamu aleykum degan söz maha azırq ayatı tılgılınған. İza huyyitum deki salam deb tercüme kılatımız ya bizning aşıddel qiyinliğin tarafımız şu Arapçada salam başqalarga hayatlık tileş. Esselamu aleykum aman bulun, salamet bulun, hayat durun degan gap. Salamı işletken ma ayattaki ifadımı hayatlık biriş başqalardan sizlarga talep kılınsa degan bir ma'no chiqadi. Bu bir ma'no. Endi bu yerda bizning texmi cho'nqurlab kirsak qarindoshlar, biz hayot haqida gapirib ketdik ya. Har bir insonning bir hayoti bor. Allah har bir insonga bir hayot bergan. Ve iza huyyitum bayatın salam ma'nosidan yana shuningga yaqin yana bir ma'noda olsak, sizlarga bir güzel hayot berilgan bo'lsa, iza huyyitum Allah sizlarga güzel hayot berdi. Yaşavatsizlar, güzel bir hayatınlar var, güzel bir turmuşunlar var. Müştavub qalsa, yani sizlarga müştavub qalsa, sizlar bu hayatınlarda erişken nimetni başqalarga texmi güzel bir şekilde qaytarыңlar. Hiç qaytarammasanlar, o'qishni qaytarыңlar. Yani masalani biraz kengaytdik qarindoshlar. Aqallisi sizlarga berilgan bu hayotning qarshiligida başqalarga hayatlik olsun tilanglar ki assalamu aleykum ve aleykum assalam. Salam qılыңlar. Yuqurisi nima desa, sana Allah tarafidan berilgan nimetni, başqalar bilan o'rtoqlash. Sana Allah bu güzel hayatni berganidek, sen mi başqalarning güzel hayotda yashashiga yordam qil, o'rtoqlash, paylash degan bir ma'noni bu yerdan qana qila olaymiz. Ama ulamolarning ko'pinchisi oyatni o'zaro bir-birisiga salom qilish haqida deb tafsir qilgan bo'lg'achqa biz bu yerdan bek yiroqlashib ketmaymiz hamda. Salman al-Farisi radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhisolamdan qilib ya Rasululloh assalomu alaykum dedi payg'ambar va alaykum assalom va rahmatulloh dedi. Yana bir odam kelib assalomu alaykum ya Rasululloh va rahmatulloh deb va rahmatullohni qo'shib edi. Payg'ambar alayhisolam va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu dedi. Köpeytdi gapni. Yana bir odam kelib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu dedi. Payg'ambar alayhisolam onunğa va alayk deb javob qaytardi. Ya'ni oyatda başqalar tarafından salam qilinsanglar, ya o'qishni qaytaringlar yoki uningdan yaxshirog'ini, avval yaxshirog'ini deb bo'lib, yaxshirog'ini qaytarolmasanglar, nimasini qaytaringlar, o'qishni qaytaringlar dedi. Anakin bir adam so'radi, ya Rasululloh, dadam anam sana fido olsun, palani kelib salam qildi, fukuni kelib salam qildi. Uning salomiga, uning salomidan ko'proq javob qaytarding. Assalomu alaykum dedi, va alaykum assalom va rahmatulloh deding. Assalomu alaykum va rahmatullohi dedi, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh dedi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh debdi, oxirisi birisi va alaykum deb qo'yding. Rasulullohga qarata davatdi bu gapni. Yani bu nimişki bu xil şekilde farklı cevap diyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ne dedi şu vakitte? Digidek gap koymadan bütün uzun salamda bir etti. Yetkizip ahirgacha Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala sizlar bir salam qilinsanglar, uning go'zalroqini qilinglar yoki o'qishni qilinglar. Ahir kelgan sahoba bek uzun qilib aytgan bo'lg'achqa, uning uzun salami yo'q hamdi. Rasululloh o'qishni qaytardi. Ya'ni bayat deganimizdek hayatlık nimetlerini başqalar bilan o'rtoqlashishdan boshqa, o'rtoqlashishni o'z ichiga oladi va asosiy mazmuni mufassirlar degandek salom o'zaro mashaklini o'z ichiga oladi. Endi mashakaga vaqtda munosabatlik bo'lg'achqa deb ayollar masalasida ayollar normalda yot erlarga o'zining
äleri, ata-anları, urug' tuqqanlары, mesela mahremlerinden sırt yaş erlerge nisbeten aval salamını başlamaydı. Başkalar salam qilib qalsa, qaytasa mekruh derecelik iş ama qaytırmasa hiç ne bolmaydı, günah bolmaydı. Lekin ayallarning qishida emin boğuday birisi bolsa, ayal yoki o'ziga o'xshash ayollar to'pining ichida bolsa, ayollar bo'lib qolsa, o vaqtda qana qilsa bo'ladi, qaytasa masala yo'q qarindoshlar. Endi mu'min emas odam, yani biz musulmonlar bo'lish sifatimizdan musulmon emaslar qana qilsa, bizga salom qilib qolsa, tabiiyki tuz salom qilsa bunga tuz javob qaytaramiz. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallam dushmanlarniki, bo'libmi musulmonlar bilan orasida dushmanlik bor kishilarniki normal salom qilmaydiganligi haqida payg'ambarning zamonasida yahudlar tillarini igidigan bir ahvollar bo'pti. Başqalarga anlanışda xuddi salomdagi anlanadigan assalomu alaykum dek anlanadigan amaliyotda assalomu alaykum emas, assalomu alaykum degan shaklda surishti qilsak, inchikilab ekansak, hayatlık tilash emas, eminlik, salomatlik tilash emas, ölüm tilash bir xil. Ma shakldagi bir şey salom qilatdi. Payg'ambar alayhisalom buning qarata ulağa va alaykum deb ma shaklda qaytaringlar. Siz ölüm tilasa va alaykum degan gap, sen manga nima tilagan bo'lsang, sanga shu olsun degan bir ifodani ko'rsatdi. Shu shaklda javob qaytarishga qana qilgan, buyurgan Rasulullah. Endi ayatning mazmunini biz bayatın degandek meyli Allah bergen bizge güzel hayatdan, güzel turmuşdan başqalarga onundan yaxşısını qaytırış yoki o'qishini qaytırış ma'nosida alayli. Meyli salam ma'nosida alayli qarindoshlar. Bu oyatda ikki nuqtani olalaymiz bu oyatdan. Birisi kishilar başqalarga salam qilish va başqalar tarafidan salam qilingan vaqtida oshirib salam qilishga, başqalardan bir yaxshilikka erishgan vaqtda oshirib javob qaytarishga odatlanish orqali bir xil inoqlik, ittifoqlik, hamma odam o'zi dibani başqalar bilan qana qilgan, paylaşadigan. Hech kimning qishidagi ne'matga ko'z qirini sanmaydigan, hasad qilmaydigan, qo'zg'i ko'pmaydigan bir muhit shakllantirish bu bir. Ikkinchisi boshqalarga yaxshilik qiladiganlarning ko'nglini xotirjam qilish. Masalan, men birovga yaxshilik qilg'imba, yaxshilik qilsam, undan qaytamo, qaytmasmo. Masalan, aqallisi mana bir kallada bir xiyol oldu. Allah bunun emin qilib da'vatidiki, hamma odam o'ziga qilingan yaxshilikqa oshirib yaxshilik qilinsa, eng to'yini salomdan tortib, yuqorisi boshqa ishlargacha. Hech kim boshqalarga yaxshilik qilishdan tortmaydigan bo'ladi. Chunki u shuningga ishonch qiladi-ki, shuningga jazm qiladi-ki, u qilgan yaxshilik o'ziga ya eng aqallisi o'qishi qaytadi, ya'ni aynisi qaytadi, bo'lmasa hassa-hassalab qaytarildi, ko'paytirilib qana qiladi, qaytarildi degan bir ishonchli bo'ladi qarindoshlar. Ya'ni assalomu alaykum desam, eng bulanmaganda va alaykum assalomning qaytilganligiga ishonch qilaman. Undan oshirilib qaytilganligiga aniq eng bulanmaganda shuni bilan men xotirjam bir shaklda assalomu alaykum deyman. Boshqalarga yaxshilik qila olsam, bulanmaganda aşıq qilgan yaxshiliqimga o'xshash bir yaxshilikning qaytilganligiga ishonchim bor. Bo'lmasa, undan oshirib qaytadiganlar. Shuning bilan bu yerda bir musobaqa shakllanadi. Qanday musobaqa shakllanadi? Hamma odam birisi-birisiga to'yni salomdan yuqorisi boshqa go'zal nozik ne'mat sovg'a salomgacha o'zaro hadiya qilishish musobaqasi. Bu hadiya qilishish, boshqalar bilan paylashish, boshqalarga yaxshilik qilish musobaqasi boshlangan gap ma jamiyat, ma o'rtam düşmanlikdan xoli, adovatdan xoli, hasaddan xoli, qo'soq ko'pikidan xoli bir jamiyatga insonlar bo'lsin. Musulmonlar jamiyati ashta jamiyatga aylanmay turib, nijallik yo'q. Ashta jamiyatga aylanmay turib, dushman ustidan g'alaba qilinmaydi. Ashunda jamiyatga aylanmay turib, hujum qilib kelgan dushmanga asla nima turolmaydi, taqobil turolmaydi qarindoshlar. Bu nuqtani nihoyatda aniq qana qilishimiz kerak, tushunishimiz kerak.
Andiken ayetning en ahirısida, bugünkü hazırlıkta okuyatkan ayetning en ahirısida Allah bizge bir uçur bilen ahirlaştırdı ayetini. İnnallaha kana ala kulli şeyin hasiba. Allah her narsani hesaplaydı deydi. Bu yerda bizge berilgen signal nima, bu yerda berilgen uçur nima desa, ey mu'minlar, biz burundan nurgun dersini söylep keldik ya, şunaqning hammasidan xuloslash to'g'ri keldi. İnsonni bir erkin yaratdi Allah. Başka naqliq o'xshamaydigan tarafi tanlash ixtiyorli qilib yaratdi. Hatto o'y fikr boshqa hammishda Allah qil qilma deganligining o'zi bizning qilsaqmi, qilmasaqmi bir xil ixtiyorligimiz, ya'ni tanlash huquqimiz borligini ifodasi. Agar tanlash huquqi yo'q odamga nisbatan qil qilma degan hojat yo'q. Qil qilma deganlik biz shu buyruqni ado qilib qil deganni qila olamiz. Yoki qilmaymi xiloflik qila olamiz. Qilma degandan cheklana olamiz yoki xiloflik qilib uni qila olamiz. Bu bizda iqtidor, Alloh yaratgan va erkinlik. Alloh buni bizga xohlaganini qil degan shaklda inson shaklda yaratdi. Ammo ta'limotni qil qilma shaklda berdi. Alloh mushayatning eng oxirisidagi her narsadan hisob oladi degani bizga nisbatan nihoyatda ig'ir bir tahdid. Bir buyruq geldi. Bunu icra qilish qilmaslik salohiyati senda bor. Yani shunda yaratdim demekçi. Bunun qilganingdan hisob bersa, qilmaganingdan hisob bersa. İtaat qilsang mukofot olsa, osiylik qilsang buni qanday qilsa, cho'qim jazosini tortsa degan bir shaklda bir kichik oddiysiz salom, bizning oddiy davatqanim amaliyot oddiy ish emas. Bizning nazarimizda oddiy bo'lgan bir salom masalasidan tortib, yuqursi cho'ng ishlarning hammasida Allohning diginni qilsang mukofotni olsa, qilmasang jazosini olsa degan bir shakldagi tahdid shaklidagi bir uchur. Alloh subhanahu va taolo hammalarni o'zining yo'lidan chiqmaydigan mu'min bandalardan qilsin. Qiyomat kuni esa hisob kitobimizni qo'limizga olgan vaqtda o'ng tarafidan oladigan, nadomatdan barmoqimizni tishlamaydigan kishilarning qatorini qilsin. Vaqt munosib bilan darsimiz mushatda oxirlashdi. Kelasi soat kurashganga qadar hammanglarni Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.